Bir xabarimiz bor. Endi bizda yangi kiyimlar bor. Ko'zoynaklar, kosmonavtlar kiyimi, shlyapa. Taomnomamizga yangi yeguliklar qo'shildi. Tarvuz, olxo'ri, sendvich, kabob, osh. Eng asosiysi, endi sonlarni o'ynay olasiz. O'yinni hoziroq Play Market yoki App Store'dan yuklab oling. Millionlab charaqlaydi yulduzlar, hatto milliarddan ham ko'p osmonda yulduzlar. Millionlab charaqlaydi yulduzlar, hatto milliarddan ham ko'p osmonda yulduzlar. Bu yashil sayyora Yer. Yerdagi yerlar, tog'lar, o'rmonlar va eng asosiysi hayot bor. Yer quyosh atrofida aylanadi. Bu esa Oy. U Yerning eng yaqin do'sti va yo'ldoshi. Oy Yer atrofida aylanadi. Biz Oyning faqat bir tarafini ko'ramiz. Nega deysizmi? Chunki Oy Yerga faqat yuzi bilan qarab turadi. Oyda havo yo'q va shuning uchun u yerda ovoz ham yo'q. Millionlab charaqlaydi yulduzlar, hatto milliarddan ham ko'p aslida yulduzlar. Millionlab charaqlaydi yulduzlar, hatto milliarddan ham ko'p aslida yulduzlar. Quyosh u juda katta va issiq. Uning atrofida turli sayyoralar aylanishadi. Ular Quyoshga eng yaqin sayyora Merkuriy, eng issiq sayyora Venera, eng go'zal sayyora bizning Yer, qip-qizil sayyora Mars, eng katta sayyora Yupiter, belbog'i bor Saturn, eng sovuq sayyora Uran va eng olisda joylashgan Neptun. Yanada olisroqqa uchamizmi? Millionlab charaqlaydi yulduzlar, hatto milliarddan ham ko'p aslida yulduzlar. Millionlab charaqlaydi yulduzlar, hatto milliarddan ham ko'p aslida yulduzlar. Somon yo'li, ya'ni bizning galaktikamiz. Bu yerdagi barcha charaqlab turgan nuqtalar bizning quyoshimizning do'stlaridir. Ularning barchasi markazdagi qora tuynuk atrofida aylanadi. Qora tuynukka yaqinlashmagan ma'qul, chunki u hamma narsani o'z domiga tortib ketadi, hatto nurni ham. Shuning uchun bizga qop-qora ko'rinadi. Keling undan uzoqroq yuramiz va yanada olisroqqa uchamiz. Ketdik! Millionlab charaqlaydi yulduzlar, hatto milliarddan ham ko'p aslida yulduzlar. Millionlab charaqlaydi yulduzlar, hatto milliarddan ham ko'p aslida yulduzlar. Bizning qo'shnimiz Andromeda galaktikasi. Koinotda bunday galaktikalardan juda ham ko'p, son sanoqsiz. Ularning shakli va hajmlari turlicha. Shu qadar ko'p bo'lishiga qaramasdan, ular betartib emas, tartib bilan joylashgan. Ular birlashib klasterlar yoki super klasterlarni tashkil qiladi. Bularning barchasi cheksiz koinotda joylashgan. Koinot juda ham qiziqarli-a? Millionlab charaqlaydi yulduzlar, hatto milliarddan ham ko'p aslida yulduzlar. Millionlab charaqlaydi yulduzlar, hatto milliarddan ham ko'p aslida yulduzlar.
Koinotimizni olimlar o'rgangan va sizlarni kutayotgan hali umuman o'rganilmagan qismlari juda ham ko'p. Keling, hozircha ayrimlarini o'rganib olamiz. Bu koinotni bizga ko'rinadigan qismi xolos. Bu esa klasterlar orasidagi Virgo superklasteri. Bu uning ichidagi bizning Somon yo'li nomli galaktikamiz. Bu esa uni bir chetida joylashgan bizning quyoshimiz. Bu esa bizning jonajon uyimiz Yer. Qarang, o'zi kichik bo'lsa-da, bag'ri keng. Uni doim asrashimiz kerak.